taralgan mehir yurtudu alem bütkün Aileden taralgan mehir yurtudu alem bütkün Ata kılsa süygüge taqdim sadaqatga to'lgan bir kuni taş koyup köksiga tavlası deydi Tor televiziya filmi tartılmagan suratlar. Yeşil Güher Goni Enzim. Yeşil Güher enzim oruqutish ichimligi, badan güzelleştirish meyi. Xonim qizlar Yeger ichimlikini sizmi yaxshi ko'rib ekansizda? Malla emas, hammamiz yaxshi ko'ramiz uka. Hammamiz yoqtirib ichadigan ichimlik Yeger. Yeger vitaminlik energiya ichimligi. Ey nana. Bir gün beni izlep gelgen oldum. Bak hoş oldum yuvarlarsın. Qarsam birmi telefoning yo'q. Endi sendan men yaxshi kelmayjimu. Sevg'inib qoptiman seni. Oy, benmiş yok. Kunlaroncha qandaroq o'tadi? Yildar yaxshimi? Oy, yaxshi adaş. O kunda ishlayman deb chiqib ketadi. Men uyda televizor ko'rish, oy, undizlar o'ynash bilan aldirash. Bugun mashq sala bag'antimligini adash. Nima bo'ldi? Adaş mübarek olsun. Ma alam ana. O'zimning ishsizlik nima kun mana bu? Xapaman adaş men oldin xijlab qoldim Qarab turib azar yeb oldim desa. Abba, ben çiğnemedim. Niye bana ağır gün bu? Çıda gayret qil qizim. O'tib ketadi. Sen mi qo'saqlik vaqtida men naqsh aytib jimigan? Ha. İşte. Man işte. Necha ichsanglar o'tib ketadi. Dadasi o'xshab bir jungvashni tug'am sen nima? Bo'ldi. Bana oksaydın. Hamma qilsang o'xshaydi. Abba, bulamadım. Voy beshim, voy mangam. Voy bo'ldi, yig'lamaymigina. Bo'ldi. Ben uyum gidime. Hey!
Yeni telefon başladınız mı? Ha, ang yangisi. Bechatmika. 5600 yuan. Ne? Şuna mı? Siz qana bildingiz? Ha, uchur ko'ribsiz-da. Ne qog'oz. Rangi bek bechatda. Siz bir faslda bir telefon başlaramsiz? Qarang ana. Biroq telefoningiz bilan nima farqi? Nima shunday qilsiz? Ben sizden gap so'rayapman. Siz ya bir telefonsiz qolmisiz, ya telefoningiz buzilib qolmasa. Shuncha chiqib bo'lgan nima ishqa telefon bostirsiz? Bak anlab boqqinmi? Nima ishqa? Ha? To'jam. Nimani tushundirma? Ko'rdingizmi qulamdikini? Bir yonfin-ku bu. Mushtaqni ishlatgim keldi. Shuni oldim. Qanday? Asan bo'lgandika? Kunda uyda o'tirib ichim pushdi, ichim siqildi. Uni og'im keldi. Hozir kayfiyatim shunday yaxshi. To'g'ri, bu bir telefon. Uyda o'tirib ichim pushdi, ichim siqildi. Uni bu setog'im keldi deb kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi-da. Bir mo'j pul uchatdi. Shundoq yaxshi edi-a? Ay bilsangiz, buni kayfiyat tangshash. Siz nimanda shaxsiyatchi? Bu qanday kayfiyat tashlash bo'lsin? Bir oylik maosh chiqib bir telefon almashtirsiz uyni qanday qamdaymiz? Bir telefon oldim-ku shu. Xotinimiz bo'lgan odamga bir telefonni deb mushunda vaqiramsiz? Nima ish qilib qolmadikmi? Sizni bunda obro'yparast, plansiz qalaymiqan turmushlaringizga? Men qanday obro'yparazganman? Qanday qalaymiqan plansizganman? Noyatda 5600 yuan shu. Men mushunchalik pulga arziman ekanman. Bu yerda arzish arzimas degan gap yo'q. Men bu pulni eshakdek 30 kun ishlab topman. Ildar, men sizga shuni deb qo'ydim. Nemishqa ichim pushidi, siz shuningga ko'ngil bilib baqdingizmi? Men qanday ko'ngil bilmadim bunga. Yilimi chidab kelyapman o turaqs mijozingizga. O badxash qilib tashlaydigan qanday kayfiyatga u? Ha, endi o'zingizni oshkorladingiz. Siz bilan to'y qilgan yoqi qanday badxashlik qilibdim men. Noyda bir oylik maoshingiz ekan-ku. Xajlasam ne bo'pti? Pul degan xajlaydigan narsa-ku. Ha? Yilimi necha oy bo'ldi? Bir qor yeng kiyim kiyib baqdimmi men? Kiydigan kiyim yo'q bo'lg'achqa sirtqimi chiqmay o'ltadim-ku. Ayol kishining ichi siqilmamdikan, ichi pushmamdikan, bunda bilaversa. Kiyim ishkab isliq tug'ini sizni kiyimingizmi, meni kiyimimmi? Men degan yosh. 2 yildan eshak yilgacha bir qur kiyimni kiyib mato yengingizga o'xshatib qolgan bo'lsangiz, xatolashgan bo'lsiz, bilib qo'ying. Nadira! Anamla ayık etmem mi?医生，我最近特别难受，也没有胃口，特别想吐。这是正常的早孕反应。早孕反应？那这个早孕反应什么时候才能结束？这种早孕反应会持续一段时间，随着孕周的增加，症状会慢慢的减轻。但是在这段时间，你不能吃任何的药物，因为药物会影响胎儿的生长和发育。妊娠反应不是说只有3个月吗？我这都3个多月了。这种反应呢，它有个体差异的，每个人的表现都不太一样。大部分的人持续3个月左右，还有个别的人时间比较长，有些可能到该分娩的时候还会有症状。哎呀，没关系，没关系，放宽心，慢慢会好的。
Ko'zlaringiz yosh turdi oppa. El qutqab qilib qo'ymagandu. Yo'q, bolam yo'q. Ko'zim yosh qutug'am bilan man yuragim kulyotdi qizim. Voy oppa qo'zim. Mening oppa qo'zim. Aqilliq bolam. Momam xush qilibsan sana aqilliq. O'tib. Yaşab qolamizmi? Faqat yaxshi emas. İdardan telefon qilib men berib kelay. Mujda vaqtida meni yolg'iz tashlab qo'yib chiqib ketamsiz? Yangi shirkatni hisobot ochmoqchi bo'lgan bizim bankada. Shular telefon qilgan so'yman berib kelma. Qapma. Hey, mana hozir bo'ldim. Vallahi ücret tutup durup da para kapan bana. Biz mi ücret tuturaylandın kelse oynayacağım? Oldu çoğba. Para. Bizge nöbet kağıtçı sultanlık kırıp çıkay. Sen bir şey mi değil mi tuttu bulamda? Ya sen kırıp çıkacağım ağa kilip kalsa kadar kılına. Yok sen kep kalmaydı para fakat. Burmun tıballa vakken tekip. Sizin kep boğazmayın kırıp çıkay ya. Oldu test çıkarmışsın. Okul bala. Aldınız tuğa akas kayak gitti. Ayak gitti. Ulan, mani alamsın ya. Ha ya al seyrekli. Ha, mani. Ma seyrekli ma? Elimde geçirek. Ha, mani. Kızım, sizge ma kızını hep birey ma? Ha, mani. Kızım bunu çıraylık gel. Yani başka da alamsın ha balam. Ya oldu Aysel dada rahmet. Rahmet demem. Hey, çoğun apağınla izlep kalmışsın. Çıkamdı kalmışsa balam. Aku Aysel dada. Ha, ulas bana öyle. Ha. Bunlar, işte bunlar. Oy, aslanak balam, yıkılıp düşman la. Oy, alkış balam, aslanak. Benim kızım neler jürüyse, beni görümge apırıp bir ekeldim bu. Nimanda kokutsa balam, canım balam. Demiş kıcayımda cim tumudum. Ha? Ben kokup gittim balam ben. Çoğba kara bunu Aysel dada bana ilip verdi. Ha? Selamet olun. Abaynanın kıyakı. Tenimden ruhum çıktı, haydadan can girdi kudamma. Mesela bir aram yok helvatı ben. Rencimizle ve öyle kaydetmiştim. Nadira?
Ne oldu? Bir gap desem çok ma'qul bo'lsa shundaqmi? Tepeka. Nimaga? O'zingiz qanaqa? Faqat yolg'iz emas. Yo'lda. Bizdagi yosh shundaqmi? Men Ben bu bağı doğmasam bulamdı. Ben qiynalib ketdim. Ben kaçınmayamadım. Bu yig'lamang, nima deb gaplarni qilgansiz? O doktormi dedi-ku buncha kishini qanday og'zingizdan chiqarayotgansiz deyman bu gapni. Siz men bilan qat'iy chattig'ingiz yo'qkan meni o'ylabmi qo'ymaydi ekansiz. Hey, siznimi, menimi opamiz bu shundoq chapadi qo'saq ko'tarib tuqqan-ku. Chidishingiz kerak-ku. Bilmem sizga oson emas. Kunda bu ahvolingizni ko'rib men bearam bo'laman. Chiditgan bo'lamda. Endi nimni so'zlab men chuqur shunaqa qilaman. Siz nimandaq chidamas? Bo'ldi qiling o'tib ketadi. Men qo'shilmayman. Bu degan hammanglarning xushalliqqa xushallıq qo'shildigan ism. Hamma ayollarning sezgi o'xshash bo'lmaydi. Sizning baldur ham eg'irroq bo'lgan o'xshaydi. Bu degan Eldar ikkinglarning tunji farzandi Shavkat apandimning ikkinchi nevrasi tursa. Siz qandoqmi odam o'ylashqim jur'at qilamagan xiyolni og'zingizdan chiqara olasiz. Bu degan Eldar ikkinglarning tunji farzandi Shavkat apandimning ikkinchi nevrasi tursa. Siz qandoqmi odam o'ylashqim jur'at qilamagan xiyolni og'zingizdan chiqara olasiz. Ko'nglim ilsizlar men rostla chidashlik bera olmaydi ekanman. Undoq bo'lsa nima bo'pti singlim? Dunyodagi qaysi bir ona bo'g'ich bundoq azobga chidamagan? Homildorlikdan bal tug'ilg'ich arliqda har qanday bir ayol kishmishdaq jarayonlarni beshda o'tkazdi singlim. Olsaqmi, charchsaqmi, bearam bo'lsaqmi. Nayt 10 oy chidasak bo'ldi singlim.